O'zining betakror tabiati, musaffo havosi va xushmanzara maskanlari bilan tanilgan. Ayniqsa yoz mavsumida bu go'shaning soya salqin joylariga keluvchilar soni keskin ortadi. Bu esa viloyatning turizm imkoniyatlari yildan-yilga kengayayotganidan dalolat. Biz ham sizni ijodiy jamoamiz bilan birga Farg'onaning yozgi marvarida Vodil sari sayohatga chorlaymiz. Farg'ona viloyatining iqlimi mo'tadil bo'lgan maskanlaridan biri shubhasiz Farg'ona tumanida joylashgan Vodil qishlog'idir. Yashil tog'lar etagidagi ushbu maskan qadimdan o'zining musaffo havosi, shifobaxsh manbalari va go'zal tabiati bilan ajralib turadi. Ana shunday tabiiy ne'matlar sabab Vodil nafaqat mahalliy aholi, balki yurtimizning turli hududlaridan kelgan sayyohlar tomonidan ham tabiiy dam olish maskani sifatida e'tirof etilgan. Vodil degani voh, dil ochuvchi joy degan ma'noni beradi. Havosining musaffoligi, ariqdagi suvlarning zilolligi Vodilga shunday nom berilgan bo'lsa ajab emas. Vodilning havosining musaffolligining omili nimada deb so'raysiz? Pamir Oloy chizma tog'larining shimoliy yonboriga joylashgan tog'oldi qishloq. Bir, ikkinchi omil. Bitta Shohmardan daryosi oqib kelib Vodilga kelganda 7 ta irmoqqa bo'linadi. Vodilda bag'ridan qon tomirdek o'tadi. Demak, Vodilning havosining musaffo bo'lishi shu Shohmardan daryosining suvi omil bo'lsa ajab emas. Bir Toshkent qishloq xo'jalik institutining bir doktor kelib, batdagi ushda o'qigan bolalar mehmon qilishib, men sessiya raisi meni ham taklif qilishdi. O'sha odam aytuvdiki, Xudoning suygan bandasi bitta yashaydi dedi. Bir quvonib ketdim, bizni Vodilga bergan ta'rifni qarang. Fan doktori Toshkentlik aytibdi. Xudoning suygan bandasi bitta yashaydi. Ana shunday joyda yashayotganligimdan ming bor Allohga shukrlar qilaman. Vodil qishlog'i nafaqat o'zining go'zalligi va toza havosi, balki serhosil yerlari bilan ham ajralib turadi. Bu go'shada azaldan mevali bog'lar, ayniqsa malina yetishtirish keng tarqalgan. Ayni kunlarda esa mazkur an'ana zamonaviy yondashuvlar bilan boyitilib, eksportbop navlar asosida hosil yetishtirilayotgani ushbu sohaning salohiyatini yana bir bor namoyon etmoqda. Vodil haqida gap ketganida ko'pchilikning ko'z o'ngida bu yerning brendiga aylangan mana bunday malinalar paydo bo'ladi. Biz ham ayni paytda 14 gektarlik malina plantatsiyalari orasidamiz. Bu mevaning chiroyliligini qarang. To'g'risini aytsam, malina plantatsiyalari orasida yurib, malina mevalarini o'z qo'lingiz bilan o'zib yeyishning gashti o'zgacha ekan. Bularni shirinligini qarang. Bunday shirin malinalarni faqat Vodildan topishingiz mumkin. Bugungi kunda Vodilda malina yetishtirish nafaqat ichki bozor ehtiyojini qondirishga, balki eksport hajmini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Yangi joriy etilgan navlar serhosil, sovuqqa chidamli va uzoq saqlanadigan xususiyatlari bilan ajralib turadi. 2014-yildan beri malinachilik sohasida shug'ullanib kelamiz. Bu bizga otalarimizdan, bobolarimizdan meros bo'lib qolgan bu kasb, dehqonchilik, ya'ni malinachilik kasbi. Bizda hozir Yevropani, Italiya davlatini Battistini firmasidan shartnoma bilan olganmiz. 12 xil navli malinani yangi 2024-yil seleksiyalar, yangi seleksiya hali bu sortlarimiz Rossiya davlatiga ham berilmagan. Rossiya davlatida ham bir yil xudo xolasa bizning malinalarimiz yaxshi natijaga erishdi. O'zini hosildorligi, o'zini transportabelligi, sifati har tomonlama o'zini nimasini ko'rsatdi. Sortlarimiz yaxshi. O'zimiznikidan hosildorligida, yashashligida, issiqqa, kasallikka chidamliligida ajralib turadi. 2025-yilda o'z brendimizga ega bo'ldik. Malinalarimizni chet davlatlarga, qo'shni davlatlarga, ichki bozorlarimizga sotib kelmoqdamiz. Bu yerga Turkiyadan, Dubaydan, Fransiyadan hamkorlar kelishdi, ko'rishib, malinalarimizga bo'lgan qiziqishlari o'ta baland. Xudo xolasa bu yil mana 2-sezonimiz malinalar endi pishib boshladi. 2-sezondan hozirda bu yilga yana o'zimiz oldimizga 2-2,5 million dollarlik eksport hajmini reja qilib olganmiz. Malinamizga qiziqish bo'layotgan bu viloyatlarimizdan hozir mana Zomindan kelishdi, Samarqanddan, Andijondan, So'x tumanidan mana tushyapti. Qo'shni rayonlardan kelib o'rganishib, ko'chatlarimizga
zakaz olishyapti. Ko'chatlar yetishtiramiz bundan malinadan tashqari. Mana o'zimizning ko'chatlarimiz bor. Bir yilda 1 milliondan oshiq ko'chat chiqarish qobiliyatiga egamiz. Bu ko'chatlarimizni butun respublikamiz bo'ylab borib ekib, ko'klatib shunaqa darajaga keltirib berish xizmatlari ham o'zimizda mavjud. Asosan mehmonlar mana hozirda Vodilda Shohimardonga o'tib kelayotgan mehmonlarimiz malinaga qaytishayotganda qiziqishadi. 2 paqir bering, 2 korobka bering deb qiziqishib, hammasi o'ziga yarasha nimasini ro'zg'origa yoki bir podarkaga, boshqaga olib ketishadi. Quruq ketmaydi. Vodilga kelgan mehmonlar hammasi hech bo'lmagani 2 kilo malina olib ketadi. Malina asosan nam havoda yaxshi ko'radi. Ortiqcha namgarlikni yaxshi ko'rmaydi, nam havoda yaxshi ko'radi. Shu sababdan bizni havomiz, iqlim sharoitimiz sal tog' yonbag'rida bo'lganimiz uchun sal nam havoli borligi uchun malinalarimiz yaxshi natija beryapti. Endi esa malinaning foydali jihatlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Malina C vitamini, temir va antioksidantlarga boy bo'lib, immunitetni mustahkamlashda katta ahamiyatga ega. U yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilaydi, qon bosimini me'yorda ushlashga yordam beradi. Malina sharbati esa isitma tushirish va organizmni tozalashda, xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Past kaloriyali bo'lgani bois parhez tutuvchilar uchun tavsiya etiladi. Demak, ushbu tabiiy ne'matning nafaqat mazasi, balki salomatlikka foydasi ham uni qadrlashimizga asos bo'ladi. Endilikda Vodilda malina yetishtirish nafaqat qishloq xo'jaligi yo'nalishida, balki turizm sohasida ham yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Hududda agroturizmni rivojlantirish, sayyohlar uchun malina dalalariga ekskursiyalar tashkil qilish, meva terishda ishtirok etish, mahalliy mahsulotlarni joyida tatib ko'rish imkoniyatini yaratish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, tog' bag'rilarida kemping zonalari tashkil qilish, ekoturizm bilan uyg'unlashtirilgan loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa nafaqat Vodil qishlog'ining iqtisodiy salohiyatini, balki uning madaniy va tabiiy jozibasini yanada kengroq targ'ib etish imkonini beradi. Shoir Muqimiy sayohatnomasida bejizga Vodil maqomi dilfizo, ko'chalarida dilkisho, anhorida obi safo, sabarga obishor ekan deya ta'rif bermagan ekan. Bugun ham Vodilning anhorlarida, sharqiroq soylarida mana shunday sernam havo va quloqqa yoqimli eshittiruvchi shovqin ufurib turibdi. Vodil qishlog'i tabiat go'zalligi bilan ajralib turuvchi so'lim maskan bo'lsa, bu go'zallikni yanada boyitib turgan tabiiy manbalar orasida Shohimardon soy alohida o'rin tutadi. Tog' bag'ridan boshlanib, Vodil hududi orqali oqib o'tadigan bu soy hududning nafaqat tabiiy boyligi, balki hayotiy asosi hamdir. Soy atrofidagi manzaralar, xususan zilol suvlar ovozi insonga xotirjamlik bag'ishlaydi. Aynan shu joylar bugun mahalliy aholi va mehmonlar uchun eng sevimli hordiq maskanlaridan biriga aylangan. Men Vodilda tug'ilganman. Vodillar juda ham chiroyli, bu yerga juda ham ko'p odamlar keladi, kelgan sayohatchilar keladi. Chunki bu yerda manzarasi chiroyli, viloyatlardan kelishadi ko'pincha. Suv tozaligi uchun ko'p odamlar bu yerda ichadi, ham cho'miladi, ham juda ham mazza. Bu yerdagi chinorlar 1000 yillik. Men bunaqa chiroyli joyda tug'ilganimdan faxrlanaman. So'nggi yillarda Shohimardon soy bo'yida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, dam olish maskanlarini tashkil etish, ekologik sayr yo'laklarini barpo etish bo'yicha loyihalar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa yoz oylarida bu hudud sayyohlar bilan gavjum bo'ladi. Kimdir suv bo'yida hordiq chiqaradi, kimdir o'zini tabiat bag'ridagi xotirjamlikka uradi. Umuman olganda, so'nggi yillarda hududda barpo etilgan dam olish maskanlari ushbu go'shani ichki turizm maskaniga aylantirmoqda. Vodilning noyob geografik joylashuvi, tog' yonbag'irlari, musaffo havosi, chinorlar soyasi va Shohimardon soy bo'ylari. Bu yerda dam olish uchun qulay tabiiy muhit yaratilgan. Ana shu imkoniyatlardan oqilona foydalanilgan holda hududda qator zamonaviy oromgohlar, oilaviy dam olish uylari, yozgi mehmonxona komplekslari faoliyat yuritmoqda. Juda xursandmiz. Baqa bugun endi keldik biz. Yoz bo'yi Shohimardon, Chimyon, asarlarga bordik. Betam juda chiroyli joy ekan, dam oladigan joy ekan. Bu yoshingiz katta bo'lganda baribir dam olishingiz kerak ekan. Avvallarga borishingiz kerak ekan. Tabiati juda chiroyli ekan, ana suvlari chiroyli ekan. Oqayotgan suvni ko'rib mazza qilaman. Ayniqsa tomosha qilib o'tirsangiz ham qandaydir yozilasizda, kayfiyatingiz yoziladi. Mahallada o'rtoqlarimga borib tasviya qilaman. O'sha yerlarga boraylik deyman. Hali tinch. Hali bemalol dam olasiz. Farg'onamiz shunday chiroyli joylari bor ekan. Juda xursandman. Shunaqa joylar ko'paysin.
Dam olish maskanlarida milliy me'morchilik unsurlari bilan uyg'unlashtirilgan infratuzilma, barcha yoshdagilar uchun qulayliklar, suzish havzalari, sport maydonchalari, o'yingohlar va dam olish ayvonchalari tashkil etilgan. Vatan jonim vatanim, ko'zim quvnab kelganim, istiqlolda yurganim, O'zbekistonga lishanim. Yozda men mazza qilib dam olyapman shu soylarning bo'yida. Menga juda ham yoqyapti. Bugungi kunda ushbu hududda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlari, infratuzilma rivoji va turizm salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan loyihalar Vodilni nafaqat tabiiy go'zalligi, balki zamonaviy qulayliklari bilan ham tanitib bormoqda. Juda ham chiroyli joy ekan, mazza qilyapmiz. Pokiza birinchi o'rinda hamma yo'qlari, yetarli hamma yo'qlari. Sokin, muzdak, shuna chiroyli manzaralari bor ekan, tevalarga chiqib ko'rib tushdik. Juda ham chiroyli, minnatdormiz. Boshqa joylarga ham borganmiz bunchalik basida. Batta manzaralar juda ham ko'p ekan. Hamma yo'qlari chiroyli. Ishxona bilan kelamiz, opa-ukalar kelamiz, qarindosh-urug'lar kelamiz, Vadilda, Chimyon soyiga kelamiz, Archazor bor. Dam olish sifatgilar juda ham ko'p. Farg'onada yashayotganimdan juda ham xursandman. Ko'z tegmasin Farg'onamiz, yurtboshimiz sog' bo'lsinlar. Vodil qishlog'ida qadimiyligi jihatidan anchayin mashhur bo'lgan 1000 yillik tarixga ega bo'lgan chinor bor. Ushbu chinor daraxtining eni shunchalik kattaki, uni bir vaqtning o'zida 25 nafar inson quloch yozib ham o'rab ola olmaydi. Aynan shu hudud bugun Chinordagi istirohat bog'i nomi bilan sayyohlar orasida mashhur maskanga aylangan. Soyasida o'rnatilgan yog'och ayvonlar, dam olish o'rindiqlari, bolalar maydonchalari va choyxona uslubidagi ochiq hovlilar, bularning barchasi mehmonlarga qulaylik yaratish maqsadida barpo etilgan. Tasvirga olish jarayonida biz bu yerda nafaqat Farg'ona viloyatidan, balki qo'shni viloyatlardan kelgan mehmonlarni ham uchratdik. Ular bu maskanni toza havo, betakror manzara, tarixiy ruh va osoyishtalik uchun tanlaganini ta'kidlashdi. Biz Andijon viloyatini Baliqchi tumanidamiz. Bu Vodilga har yili 5 yildan beri har yili kelamiz. Oqsoqollar. Allohga shukr, shu kim biladi endi odamlari yaxshimi, bayda ob-havosi yaxshimi? Kelyapmiz, dam olib maza qilib ketyapmiz. Bayda xalqiga ham, mayda kutib olayotgan odamlarga ham hammasiga rahmat deb ketyapti. Shu endi Alloh davlatimiz tinch bo'lsin. Mana Xudoga shukr yetkazgan ekan. Davrini surib yuribmiz. Dasturxonlar mana ko'rib turibsiz, hamma yo'q bor. Besaramjarlik yo'q, chiroyli hamma. Endi undan ortiq nima endi? Shukr, shunga shukr keltirmasak, ayib ham bo'ladi. Ko'pchilik mehmonlar bu joyni har yili oilaviy tarzda ziyorat qilishadi. Ayrimlari esa ilk bor kelib, Vodil chinorini o'z ko'zlari bilan ko'rganidan hayratda ekanini yashirishmadi. Men Tashlaq tumani Zarken qishlog'idan keldim. Salqinlab mazza qildi, yoqdi. Zo'r, xaridorlarimiz ham zo'r ekan. Hammaga pokiza, chiroyli, bizga yoqdi. Samarqand Buxoroga borib biz, men o'zim rost kelmadim. Men endi keldim batga. Chinorlari bor ekan, daraxtlari bor ekan, soylari bor ekan. Andaqa 3 odam haychalaylari bor ekan. Shahmardonda suvlari kelib turibdi, oppoq chiroyli bo'lib. Mana o'zi yo'lda kelyapti vaqt biz Alinimada beri postdan o'tganimizdan keyin gapirdik. Bag'da havosini qarang, o'zimizning havoni. Nam havo keldi deb gapirdik. Agar sizning ham Vodilga yo'lingiz tushsa, albatta yoshi 11 asrdan oshgan Azimsharq chinori daraxti soyasida bir lahza to'xtab, tabiat va tarix bilan hamnafas bo'ling. Vodilning istirohat bog'i butun vodiy xalqining dam oladigan joyiga aylangan joy. Bu yerda kelgan odam borki, bu azim chinorga mahliyo bo'lib tomosha qiladi. Bu chinorni odamlar 1000 yillik chinor deydi. Lekin bu aniq emas. Lekin odamlarning qalbida 1000 yillik chinor. Hech qanaqa xislat fazilati yo'q. Xolos hayratlanib tomosha qilasiz. Bitta do'ngaydan shuncha yo'g'on tana osmonga bo'y cho'zib turibdi. Ilgari chinorning tagida 7-8 odam davra qurib o'tirsa bo'ladigan g'or uyi bor edi. O'tgan asrning 20-yillarda Murg'ayib Eshon degan bir chilton odam yozda yashar ekan, qishda jiyanlari olib ketar ekan. 50-yillarga kelganda Mamalatib degan chilton yashagan o'zim ko'rganman. Yozda yashar edi, qishda birovning hujrasiga borib yashar edi. Shunday joy edi.
Unisi bunisi kelib so'raydi. Opoqa, Chinorni tagida uy bo'lgan ekanmi? Ha shunaqa kavak uyi bor edi. Sinfxonasi bo'lgan ekanmi? deb so'rashadi. Men bunga izoh beraman. Bog'ning tepasida madrasa bo'lgan. Shu madrasaning oxirgi tolibi ilmi Mulla Fazliddin aka Xudo rahmat qilsin aytadilarki, biz domlamizdan vazifani olib 5 ta 6 ta bo'lib olib shu g'or uyga kirib birimiz og'zaki o'qisak, qolganimiz kitobdan qarab turardik. Demak, sinfxonasi emas, madrasa tolibi ilmlarining takror xonasi bo'lgan bo'lsa, bu sal maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi so'raysiz, qani u yo'q-ku hozir. 1977-yil chinorimiz yonib ketgan. Buni taxminan o'ylashadiki, shu onaxonlar kirib chiroq qo'ygan bo'lsa, hali uyga kirib po'kak qismga tekkan, yongan. O singan tana turibdi. Qonida yonganda izi bor. O'shatdan alanga chiqdi. O't o'chiradigan mashina chaqirishdi, suv sepdi, o'chmadi. Kimdir aql bo'ldi. Kelinglar, shu uyni tuproq bilan to'lg'azib tashlaylik. Tuproq bilan to'lg'azib tashlanuvdi, o't o'chdi, chinor saqlanib qoldi-yu, uyimiz yo'qoldi. Kelgan odam o'sha uyni so'raydi-da, 1911-yili yozilgan Rus sayyohi Masalskining Turkiston haqidagi kitobi bor. Kitobda vodil tilga olingan. O'sha yerda shunday so'zi bor. Vodilda katta azim chinorlar ko'p. Birini tagida kavak uyi bor. Lambartning bitta stoli-yu, 4 ta stoli sig'ar deb 11-yilda yozilgan kitobda ana shunday javob berilgan. O'sha uyda ta'rif qilingan. Vodil bugun o'zining betakror tabiati, serhosil yeri, mehnatkash xalqining sa'y-harakati va turistik salohiyati bilan yurtimizning eng jozibador maskanlaridan biriga aylanib bormoqda. Bugun bu hududda agroturizm va ekoturizm yo'nalishlari rivojlanyapti. Kemping zonalari, ekomarshrutlar hamda milliy qadriyatlar asosida qurilayotgan dam olish maskanlari ushbu yo'nalishning amaliy ifodasidir. Tabiat, inson va zamonaviy imkoniyatlar uyg'unlashgan bu maskan sizni Farg'onaga xush kelibsiz deya samimiyat bilan kutib oladi.